Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Amerika Qo'shma Shtatlari, Meksika va Kanada maydonlarida bo'lib o'tadigan jahon chempionati boshlanishiga ham sanoqli kunlar qoldi. Biz esa terma jamoalarning mundial uchun yakuniy tarkiblarini e'lon qilishda davom etamiz. Afrika chempioni Senegalning 2026-yilgi jahon chempionati uchun tarkibi quyidagicha ko'rinish olgan. Darvozabonlar: Eduard Mendi, Al-Ahli Saudiya Arabistoni; Mori Diaw, Gavr, Fransiya; Yehvan Diouf, Nitsa, Fransiya. Himoyachilar: Krepin Diatta, Monaco, Fransiya; Antoine Mendi, Nitsa, Fransiya; Kalidou Koulibaly, Al-Hilol, Saudiya Arabistoni; El Hoji Malik Diouf, West Ham, Angliya; Musa Niakate, Lyon, Fransiya; Mustafa Mubou, Parij, Fransiya; Abdullaye Sak, Maccabi, Isroil; Ismoil Yakobs, Galatasaray, Turkiya; Elaine Kamara, Anderlecht, Belgiya. Yarim himoyachilar: Idrissa Gueye, Everton, Angliya; Pape Gueye, Villarreal, Ispaniya; Lamin Kamara, Monaco, Fransiya; Habib Diarra, Sunderland, Angliya; Pate Sis, Rayo Vallecano, Ispaniya; Pape Matar Sarr, Tottenham, Angliya; Bara Sapoko Ndiaye, Parij, Fransiya. Hujumchilar: Sadio Mane, Al Nassr, Saudiya Arabistoni; Ismail Assar, Crystal Palace, Angliya; Iliman Ndiaye, Everton, Angliya; Asane Diado, Como, Italiya; Ibrohim Mbaye, Paris Saint-Germain, Fransiya; Nicholas Jackson, Bavariya, Germaniya; Bamba Dieng, Lorient, Fransiya; Cherif Ndiaye, Samsunspor, Turkiya. Ma'lumot uchun, senegalliklar jahon chempionati guruh bosqichida E guruhida Fransiya, Iroq va Norvegiyaga qarshi o'ynaydi.